Ayollar ko'p so'rashadi. Gormonal muvozanat o'zi nima va u nega buziladi? Keling, buni oddiy misolda tushunib olamiz. Tasavvur qiling, sizning organizmingiz katta bir orkestr, gormonlar esa uning musiqachilari. Agar bittagina cholg'u asbob chalg'isa, butun kuy buziladi. Gormonlar bu qon orqali a'zolarga xabar tashiydigan pochta xizmatchilari. Ular tanangizga qachon uxlashni, qachon ovqat hazm qilishni va hatto qachon xursand bo'lishni ham aytib turishadi. Muvozanat bu ana shu pochtaning aniq ishlashidir. Agar u buzilsa, tana nima qilishini bilmay qoladi. Natijada esa o'sha biz bilgan charchoq, asabiylik va salomatlikdagi muammolar kelib chiqadi. Biz Sunaq Products'da aynan mana shu orkestrni qayta sozlashga yordam beradigan, tabiatning o'zidan olinadigan yechimlarni taklif qilamiz. Masalan, palma gulchangi. Xalq tilida u xurmo changi deb ham keng tarqalgan. U tarkibidagi fitosterollar va aminokislotalar tufayli ayol organizmida gormonal muvozanatni tabiiy qo'llab-quvvatlashga yordam beradi. Agar bu ma'lumotlar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, uni yaqinlaringiz bilan ham ulashing.